Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-iyun haftaning chorshanba kuni 2025-yil Bobashbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bular nech pul dedingiz? 45 ming. 45 ming so'm pachkaga. Donaga nech puldan? Donaga. Donaga ham beraveramiz. Donaga ham shunaqdan qilib beraverasiz. Donaga ham shunaqdan qilib berishaverar ekan. Yaxshi. Bu taraflarchi? Bu taraflar 35 ming, donaga 40 ming. 35 mingdan oxirigacha. Mana shu birinchidan boshlanadi, mana bu oxirigacha 35 ming so'm pachkaga, donaga 40 ming so'mdan. Tepalikda o'zi. Materiali nima bo'lardi? Doyin. Doyin shtampilar. Doyin shtamp. Razmer nechtalik? 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha razmer, yaxshi. Qarang, bularni razmerini so'ramabmiz-ku. Bular razmer 48 dan 56 gacha. Bularni razmeri 48 dan 56 gacha ekan. Donaga, pachkaga sotilaveradi. Xo'p. Bu tarafda nech pul deyapsiz endi bularni? Bu taraf 50 ming. Ha. 48 dan 56 gacha dona. Oxirigachami narxi? Mana shu birinchidan boshlanadi, oxirigacha 50 ming, ha? 50 ming so'm pachkagami, donagami? Pachka dona sotaveramiz. Pachkaga, donaga narxi bir xil, ha? Yaxshi. Razmeri? O'yinga sal kelishtirib ham beramiz. Yaxshi. 48 dan boshlanadi, razmeri 56 gacha. 56 gacha ekan. Materiali? Ko'pra. Ko'pra? Yaxshi. O'ziz ishlab chiqarasiz. O'zimiz chiqaramiz, birinchi qo'l. Seximiz bor. Sexi ham bor ekan. Ishlab chiqaradigan uyingizmi o'sha sexiz shu yaqin atrofdami? 1 kilometr. Bozorda. Xo'p, yaqin ekan Bobashbek bozoriga. Telefon qilaverasizlar. Nomeringiz nechi? 95lik 95lik 972 972 7004 ga telefon qilinglar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, donaga, pachkaga sotilaveradi. 91lik